Kechirasiz, 1 minutga mumkinmi? Bizda bitta videorolik bor-da, o'shanga obraz juda mos tushadi, tushib bera olasizmi? Men siz Instagramda ko'rganman. Kozimizmi? Agar yo'q demasangiz, 1 soat vaqtingizni olaman. Mana shu turdim. Qani 1 soatdan keyin bo'ladimi? Mayli, men kechroq ham bo'laveradi. Bo'ldi. Kelib ketdi. Romollaringizni bitta to'g'rilang. Nimaga unaqa bittada sizga o'xshab chiqyapti? Men orada o'zim ham videolarga tushib turaman. Qachondan beri ishlaysiz? Noyabr bo'ldi. Oldin videograflik qilganman. Hali videograf ham bo'lgansiz. Tushunasizmi buni? Nima? Bittada ko'rib bera olasizmi? Men asosan Sonyda ishlaganman. FX3da, Alpha 4da, Alpha 3da. Nimaga videograflik qilmayapsiz unda? Qiyin-da, og'ir kamera. Qaysi bir osonroq? Face'li. Nimaga? Chunki videograflik qilgandan keyin montaj qilish kerak edi. Qachon oxirgi marta yig'lagansiz? Shu oldin men ko'p yig'layman. Emotsional insonman, chunki ko'p kulaman, ko'p yig'layman. Kino ko'rib yig'lamaysizmi? Yo'q. Qaysi kino ko'rdingiz oxirgi marta? Qirg'izlarning kinosini ko'rdim. O'zbekcha kino ko'rmaysizmi? Yo'q. Novellalar ko'rmaysizmi? Dunyodagi libbo odam bilan 10 daqiqa gaplashib turish imkoniyati bo'lganda kim bilan gaplashardingiz? Adam bilan gaplashardim. Chet elga chiqamiz? Yo'q. Ruxsat berishmagan. Ham imkoniyat bo'lsa ertaga qayerga uchardingiz? Yaponiyaga. Nimaga? Tokio drift bor-ku, mashinalari, shunaqa qiziqadi. Mashinaga qiziqasizmi? Men yaxshi ko'raman mashinalarni. Kiyim yoqdimi o'zingizga? Ha? Yumshoq. Rahmat, materiallar yetadi bizga. Syomkalar zo'r chiqdi. Ishingizga rivoj. Sog' bo'ling. Umra bu shunchaki safar emas, balki qalb orzu qilgan manzil. Bu niyat bilan boshlanadigan yo'l. Musofir. Umra safarlari uchun qulay va pok kiyimlar.